Men taqdirning buyrug'i bilan 25 yil Qoraqalpog'iston elini boshqardim. 26 odamga intervyu berdim. Hamma azamatli xizmat qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasining gullangan respublikaga aylantiruvga azamatlarning 26'sına intervyu verdim. Bugün bu 27. intervyu. Yerli xalqni istiqlol, yerga xalqqa xizmat qilib, yerning tamog'ini to'ydirib, turmushini yaxshilab, bu insoniyatning eng yuqori toshqisi. Odamga ishlatib yuqori. Qancha söyleyin? 2 soat söyleyeyim mümkün. Kinoda vermesem, ularda gösterip qoladi. Telefilm ko'ruvchi do'stlar. Men Qalbek Kamalov taqdirning yo'llanmasi bilan 99 yoshni bitkazib, 100 yoshga ismimni qadam tashladim. Ko'p jasadim. Ko'p voqealarning guvohi bo'ldim. So'larning hammasi mening yuragimda, mening beyimda saqlanib keldi. Biz Qoraqalpoq xalqining prezidentimiz. Qoraqalpoq xalqi azaldan döyülgen xalqlardan biri. Bizim ata-babalarımız Шығыста жасаған Türklerden, Mongollardan, Қытайлардан, солардан келіп шыққан халықпыз. Ояқ қатты суық, жаңғыр, жасау шариаты жүр қиын. Сол қиыншылықтан шығып, ыссы жерлерге келемен деп, Сырдарияның бойына көшіп келген. Бұл елі шығыстан, батыстан Мейтендер келген. Мейтен деген халық, Мейтен деген мемлекет болған. Біздің ерамыздан, бұрынғы ерадан 16-шы әсірде Мейтен деген патшалығы болған. Ел қайда, ел қайда, жайық қайда, жай қайда, Жыраңаяқ сорлыға тікелексіз жоқ қайда деген қосты айтады. Солай айтып, 1720-30 жылдарда Қарақалпақлар қайтып келіп, Сырдарияның бойында жасайды. Сырдарияның бойында жасағанда Қарақалпақларға қазақтар, қалмақтар көп нападение қылады, малдарын тартып алады. Сол наразылықтан Қарақалпақлар Россия империясының составына кіреміз деп посол жіберіп, Петербургқа Мамонбайды посол жібереді. Россия Қарақалпақлардың толық Россияның бұқарасы боламыз деген тілегін қабыл қылып, Государственный думада бекітіп, үлкен уалық береді. Сол уалықты алып кетіргенде әуелі Қарақалпақларды нападение қылып, Қарақалпақларды Сырдарияның бойынан көшіріп, Қуандария, Жаңадарияның бойына ысырып салады. Қуандария, Жаңадарияның бойында от жоқ, малдарды сақлауға мүмкін емес. Солай етіп Қарақалпақлар үш тарапқа көшіп кетеді. Bir жағы Ташкентке, Самарқанға, Қашқария, Сырдарияға, екінші жағы, екінші топары Қазақстанға, одан кейін ең текары Қарақалпақлар ата жұрты Әмударияның бойына келуге әрекет қылады. Солай етіп, жел жау бабамыздың посқан ел деген поэмасында Қарақалпақлар аш болып, жалаң аш болып, құмның үстінде я жерге наны жоқ, я ауқаты жоқ, я суы жоқ. Шуда қиыншылықта болып, Арал теңізінің бойына келеді. Арал теңізінің бойына келіп, балықпен шұғылданады. Солай етіп, Қарақалпақ халқы бөлініп, көшіп, қонып, Орыс Қағыстан азайып, қалған халықтардың қатарына кіреді. 1883 жылы Кауфман 1868 жылы осы Азияға басып алады. Хорезм елі өз алдына самостоятельный болып қалады. Мен 5 жасымда анам дүниеден өтті. Менің жас уақытым отандарлық ұрыс дәуірінде өтті. Қарақалпақ халқының аш болуы, жас уақытта анамның қайтыс болуы, халқымның жалаңаш болуы, менің тезірек ер жетуіме, тезірек ақыл жинауыма мені алып келді.
Men 9-cı klassda bitirgenden keyin avuldağı to'liq emas o'rta maktabda muallim bo'lib ishladim. 2 yil, 2,5 yil. Keyin 45-yili institutga kirib, Nukusga qo'shib keldi institut. Nukusga kelib Учительский institutda bitirdim. Komsomol komitetining sekretari bo'ldim. Komsomol komitetining sekretari bo'lib, o'ng vaqtimda obkom komsomolga plenum a'zosi bo'ldim. Sonra etib men Stalinskiy stipendiya oldim. Yaxshi o'qidim hamma sabaqlardan. Keyin sirtdan o'qib, institutda ariqcha diplom bilan bitirdim. Sonra etib mening yosh vaqtimdagi qalblasib, yosh vaqtdan boshlab qiyinchilikni ko'rib, xalqimning yalang'och bo'lib yashagan vaqtlarning hammasi mening yuragimning to'rida saqlanib, endi o'sha xalqda qalay aytganda to'q qilamiz, qalay o'sha xalqda boshqa xalqlarday turoqli yerga ovqati bor, yashagan joyi bor, xalq qilamiz degan masala mening oldimda turdi. Taqdirim shurasi bo'yicha men 25 yil Qorabog'da boshqardim. 25 yil. Men 25 yil boshqarib, o'zimni o'ylaganim yo'q. O'zim o'ylagan odam ishga bo'ladi. Men shu xalqimning, yelimning qalay tamog'ini to'ydiraman. Qalay Qoraqalpog'iston yerini rizqonga yerga aylantiraman degan masala mening oldimda turdi. Ko'p o'yladim. Tunda uxlamay, tundagi uyquni 4 bo'lib, tundan o'ylab, telpagimdan o'ylashib, qana ne qilishim kerak, nedan boshlashim kerak? Qoraqalpog'iston xalqi osh xalq, yalang'och xalq, xalqning madaniyatini, adabiyatini ko'tarib, shu xalqni qatoriga qo'shib, shu xalqda rivojlangan xalqlarning yerlarning darajasini ko'tarib masalasi mening oldimda shumaq bo'lib turdi. Sonra ise men o'zbek xalqining asosan sharaflashishning jadval natijasida men yalang'och Qoraqalpoq xalqining 25 yil ichida to'q sotsializm qurilish mamlakatlarning darajasini ko'tardim. Taxiatosh Gretsiyasini qurdim, taxiatosh platikasini qurdim. Hamma yerga asfalt yo'l apardim. Qoraqalpog'istonda 335 ming kilometr asfalt yo'l har ovulga. Hamma yerga elektrifikatsiya. O'zbekistonda gazifikatsiya 40% bo'lganda men 98% xalqni gaz istadim. Sonra ise üniversite açtım, tiyatro kurdum. Sonra ise Qoraqalpoq xalqının edebiyatın, medeniyetin yukarı ko'tarib, şu xalq aşmasa, men aşman, şu xalq men to'qmasa men to'qman, şu xalqning prezidentiman, şu xalqning obro'yi uchun, şu xalqning kelishagi uchun, xalqning yuqori turmush darajasida yashash uchun xizmat qilib degan vazifani oldimga qo'yib edim. Shu vazifani inobat amalga oshirdim. Qoraqalpoq xalqi dehqonchilik bilan shug'ullanmagan. Qulun degan bobomiz bor, Qulun. Qulun degan Abdurag'aning ayni Qandekli urug'dan. Ular жаңағы Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida yashagan. Basuv deganning ma'nosi o'shalarni har minutda Amudaryoda yozda 12 million kubometr suv oqqan. Erkindaryo degan ulkan daryo bo'lgan. Erkindaryo, biroq biykda bo'lgan. Yozda Qusqaratov bilan Zayrning o'rtasida ulkan ko'llarni suvlantirib 2 metr, 3 metr suv bosib, buzda suv tortib baharda tapqa qilgan. Qulun degan bobomiz juda aqlli, dana odam bo'lgan. Birinchi Qoraqalpog'istonda yegis-yeguzni amalga oshirgan. Oldidan qovun ekkan, qovoq ekkan, yashil piyoz ekkan, keyin jo'ra, tari, biyday egib xalqni boyitgan. Yaxshidan yaxshi tuvat degan gap bor.